mayda-chuyda olgandim. Opa, keling, ovqat suzaman. Hozir kiyimlarni almashtirib chiqay. Assalomu alaykum, ammajon. Va alaykum assalom. Opa, urushmaysiz-da. Haligi sizdan so'ramay bir ish qilib qo'ydim. O'zingiz Dilorom xonamda dars qilaversin degandingiz-ku. O'shanga amma jiyan birga yotaverasizlar deb, xullas, uni narsalarni xonangizga olib kirib qo'yaverdim. Ha, ko'nglingizga olmaysiz, opajon. Chorasizlikdan shunaqa qilishga to'g'ri kelib qoldi. O'zingiz bilasiz, uyimiz torroq. Xalaqit bermasin deb narsalaringizni bir chekkaga taxlab qo'ydim. Mana qarang, hammasi joyida. Qalay, yaxshi ish qilibmanmi? Yaxshi qilibsiz. Ha! Opa, kitob javoni qalay? Ma'qulmi? Opa, eshityapsizmi? Kravat, stul, hammasini bir xil bo'lsin dedim. Ochiq pushti rangidan tanladim. Nafis ranglarni yoqtirishingizni bilaman-da. Kiyimlaringizga xalaqit bermasin deb, Diloromga alohida javon ham oldim. Betartiblikni yomon ko'rishingizni bilaman-da. Yaxshi qilibmanmi? Yoqdimi, opa? Ha, opa. Aytgancha, opa, ukangizdan shikoyatim bor. Sizga arz qilaman-da endi. Ularga do'konga birga boraylik desam, ko'nmadi-da. Ayol boshim bilan shularni hammasini o'zim olib keldim, opa. Yana odam topib, 3-qavatga o'zim olib chiqtirdim. Belim chiqay deb, shularni hammasini o'zim joylashtirdim, opa. Ishdan qaytguningizcha hammasini tartibga solib qo'ydim. Opa, ovqatingizni suzaman. Ukangiz ham sizni kutib ovqatlamay o'tiruvdilar. Chiqa qoling bo'lmasa. Voy, ammajon, nega yig'layapsiz? Kim sizni xafa qildi? Ammajon, yig'lamang. Hech kim xafa qilmadi. Yig'layapsiz-ku. Bo'ldi, yig'lamang. Jon ammajon, men sizni yaxshi ko'raman, yig'lamang. Bo'ldi, ammajon, yig'lamang. Opa, ovqat suzaymi? Men roziman. Rozisiz? Nimaga? Xolangizni o'g'liga turmushga chiqishga. Boya xolamni o'g'li so'qqa boshda yotuvmidingiz? Shu kishiga tegishga roziman. O'g'ling ishdan qaytibdimi? Ha, qaytdi. Chaqirdim, hozir keladi. O'g'limga jabr bo'ldi-da, bolalarini sog'ingan shekilli. Kirsam, qizlarini surati tikilib o'tiribdi. O'g'lingni shu ahvolga tushishiga sen sababchisan.
Nega endi men sababchi bo'lar ekanman? Tavba. Xotini yaxshi ayol bo'lganida o'g'limni uyi buzilib ketmas edi. Hammasini rasvo qilgan keliningiz-ku. Qo'ying. Sen biroz bag'rikenglik qilganingda kelin ketib qolmasdi. Bag'rikenglik qilmay nima qilibman? Murodjon necha marta yalinib bordi. Kelmadi-ku. Yo'q. Aslida uni biriga yashash niyati yo'q. Shuning uchun ham Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel, o'tir. Ishlaring yaxshimi o'g'lim? Yaxshi. Bolalaringdan xabar oldingmi? Uy. Belim og'riyapti. Qattiq og'riyapti. Kir to'planib qolgan ekan. Kuni bilan kir yuvdim. Uylarni tozaladim. O'zi ham hamma yoqni chirk bosib ketgan ekan. Chatoq bo'lgan ekan-ku. Uyni ozoda, sarishta tutmasang, xayr baraka bo'lmaydi. Hamma yoqni yalab, yulqab, tozalab chiqibsan-ku. Baraka qo'rqmay kirib kelaveradi endi. Kulmang dadasi. Xo'p. Bir qoshiq qonimdan kessinlar. O'g'lim. Ha desang-chi. Ha, oyi. Endi bunday so'qqa bosh bo'lib yuraverganing bilan Boshlandi. Chidiysan o'g'lim? ish bitmas, a? Xotining qaytishni istamayapti. Onangga jabr bo'lyapti. Kesatavermang. Tunov kuni qo'shnisi Hazratni uchratib qolgandim. Nafisa, erimni uyini yelkamni chuquri ko'rsin, debdi. Obbo. Gapini qara. Nima endi, seni erdi bilmaydigan xotinni kutib umringni o'tkazmoqchimisan? Oyi, u keladi. Mayli, biroz shunday yashaylik. O'zga kelib olar. Obro'sini qilib, necha marta orqasidan izlab bording, a? Bormayman dedi, a? Seni yalintirdi, a? Sen erkak kishisan. Ha, o'g'lim, a. O'zingni shuncha ham xor qilasanmi, a? Aslida xotiningni qaytish niyati yo'q. Ota-onasi ham nevaralarni yetim qilishi mumkinligini o'ylashmayapti. Onasi, qudalarimiz uchun ham qizlari aziz. Kelinni shuncha yil qiynashingga chidab kelishdi. Men ham ularni oldida uyatliman. Ozgina sabrli bo'l. Kelin albatta keladi, onasi. O'zi uchun bo'lmasa ham bolalari uchun keladi. Esli, xushli, hech bir ona bolalarini yetim bo'lib qolishga yo'l qo'ymaydi. Kelini ketganiga qancha bo'ldi? Onasinikida qoshiga o'sma qo'yib o'tirmagandir, a? Oyi. Har holda boshi ochiq narsa. Tergaydigan eri yo'q. Bo'ldi, oyi. Nafisa meni xotinim. Xotin eri bilan bitta tom ostida yashaydi. Tosh bo'lsa kemiradi, suv kirsa simiradi. Boriga shukr qilib yashashga mahkum. Voy tavba. Ro'zg'orni og'iriga chidolmagan xotinmi? Nafisang ham kelinlik, ham xotinlik sinovidan o'tolmadi. Sen boshqasiga uylanasan. Ola, buni sen dosh tushdi. Seni yer emas, er qiladigan. Birini ikki qiladigan. Ro'zg'oringni shamchiroq bo'lib yoritadigan oqila qizga uylanasan. Iya?
Men o'shandayini topib ham qo'ydim. Keldingmi qizim? Mehmonxonaga kir. Senga Farruh degan yigitdan sovchi keldi. Birga o'qiysizlar shekilli. Endi nima qilaman? Qizingiz chorasiz qoldi. Yo'l ko'rsating, onajon. Shunday qilib, soqchilar 3 o'g'rini qo'lga tushirib, podshoh huzuriga olib kelishibdi. Savol so'roqdan ma'lum bo'libdiki, o'g'rilarning biri ota, ikkinchisi o'g'il va uchinchisi o'g'ilga tog'a ekan. Podshoh uchalasini ham o'limga mahkum qilsam, bir oila erkaksiz qoladi. Mushtipar ayolga qiyin bo'lmasmikan deb o'ylab qolibdi. Va ayolni huzuriga chaqirib, yaqinlaring o'g'irlik bilan qo'lga tushdi. Ular o'limga mahkum. Lekin birdaniga uch jigaringdan ajralib qolish sen ojiza uchun og'ir musibat. Shuning uchun men ulardan birini ozod qilaman. Kimni o'limdan saqlab qolishni esa sening ixtiyoringga qo'ydim, debdi. Shunda ayol asta gap boshlabdi. Podshoyi olam, ukamni, jigarimni hayotini saqlang, debdi. Podshoh hayron bo'lib ayoldan so'rabdi. Ey ayol, o'zi seni es-hushing joyidami? Bunday holatda ona degan zot farzandiga shafqat tilamaydimi? Ayol esa bosiqlik bilan javob beribdi. Men hali yoshman. Erimni qatl qilsangiz, boshqaga turmushga chiqarman. O'g'illi ham bo'larman. Lekin bir qorindan talashib tushgan jigarbandimni qaydan topaman? Axir ota-onam o'tib ketishgan. Ukam ota-onamdan qolgan yolg'iz yodgorim. Jonday jigarimni hayotini so'rab turganimni boisi shu, deb javob beribdi. Podshoh ayolning aqliga tasannolar aytibdi. Va oqibating oldida bosh egaman deb ayolning erini ham, o'g'lini ham, ukasini ham ozod qilibdi. Qissadan hissa shuki, mehrning kuchi qilichdan ham o'tkir keladi. Bolalarim, sizlar ham bir-biringizga mehr oqibatli bo'linglar. Ana shundagina sizlarni hech kim yenga olmaydi. Dilingizga ozor bera olmaydi. Nazokat, qizim, kezi kelsa, opalar ona o'rniga o'tishadi. Ukangni, o'z jigaringni hamisha qo'lla. U qanoting ostida, himoyangda bo'lsa, meni ko'nglim xotirjam bo'ladi.
Xo'sh, Nafisaxon. Tahlil javoblari yomon emas. Ultratovush ko'rsatmasida ham homilani o'sishi yaxshi deyilgan. Lekin hali xursand bo'lishga erta. Chunki baribir 1 yilda 2 marta bola ko'rish bu hayotingiz uchun xavfli. Opa, salomatligim yaxshi ekan-ku. Xudoni o'zi madadkor. Nafisa, men sizga 1 hafta muhlat beraman. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Homilangiz 13 haftaga o'tib ketsa, kech bo'ladi. Nahotki? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Yaxshi. Yosh qizaloq emassiz. 2 farzandni onasisiz. Buni ustiga yaqinda tuqqansiz. O'zingizni o'ylamasangiz ham bolalaringizni o'ylang. Hayotda muhimi shu. Bundan bu yog'iga homila o'sgan sari unga kalsiy, fosfor va yana juda ko'p minerallar kerak bo'ladi. Bolani kerakli ozuqa bilan ta'minlay olishingizga meni ko'zim yetmaydi. Hali organizm to'la tiklangani yo'q. Gaplarimni yaxshilab tarozi pallasiga solib ko'ring-da, keyin keling. Xo'pmi? Xo'p, o'ylab ko'raman. Mayli. Yaxshi boring. Rahmat. Xayr. Xayr. Quda, oldingizda juda ham uyatliman. Nima ham qila olardik? Fe'l ekanda. Meni ham ayolimga so'zim o'tmayapti. Erni gapini gap demaydigan qanaqa xotin ekan qudamiz? Agar Nafisa uyiga qaytsin deb kelgan bo'lsangiz, javobim qat'iy. U bormaydi. Og'irroq bo'laylik, quda. Siz boshqa uyga ko'chishadi deb aytgandingiz. Lekin gapingizda turmadingiz. Biz sizga ishongan edik. Mayli, ko'chsin deb majbur qilmaymiz. Ilojimiz qancha? Oyijon, siz ham to'g'ri tushuning. Men ota-onamni yolg'iz o'g'li bo'lsam, keksa ota-onamni tashlab qanday ko'chaman? Nafisa ota-onam bilan til topishga harakat qilish kerak. Onangiz qizimni yoqtirmaydi. Hamma gap shunda. Bilmadim u kishiga qanaqa kelin kerak ekan. Bo'ldi, bas. Bo'ldi. Kuyov, gapingiz to'g'ri. Ota-onangizni tashlab ketishingiz bu insofdan emas. Faqat bunday yashab ham bo'lmaydi-da. Nima deyishni ham bilmayman. Xuda, iltimos, kelin uyga qaytsin. Iloji boricha tezroq qaytsin. Bo'lmasam onasi Murodjonni uylantiraman deb yuribdi. Voy, o'lmasam. Nima? Uylantiradi? Rasman ajrashmay turib-a? Iya, bolalarchi? Bolalarni bilmadim. Siz ham onam nima desa, shu deb uylanib ketaverasizmi? Shuning uchun ham Nafisa uyga qaytish kerak-da. Qaytsa, janjal bo'lmasligiga kafolat bera olasizmi? Xuda, o'rtada 2 farzand bor. Shu norasidalar haqqi. Oila buzilib ketmasin. Abduvahob aka, yaqinda 3 ta bo'ladi. Nafisa. Ha. Shunaqa. Qizim homilador. Bizdan yashirib yurgan ekan. Oldirib tashlagin desam, ko'nmadi. Endi kechimish.
Qayoqqa? Tashqariga? Nima endi hojatga chiqishim uchun ham sizdan ruxsat olishim kerakmi? Kechirasan. Tushlik vaqti ham bo'lib qopti. Hozir birga tushlik qilamiz. Uyga boribmi? Nima, uyga borib ovqatlanish senga yoqmaydimi? Yaxshi bilasan-ki, men doim uyga borib tushlik qilaman. Oyina ovqatlari juda ham mazali. Shu tushlik qilish uchun uyga borish shartmikan, ha? Ko'chada nima ko'p? Oshxona ko'p. Yo'q, vaqt ketadi deyman-da. Yaxshi. Mayli, seni o'zim bugun bir mehmon qilaman. Bir bekat narida yangi qahvaxona ochilgan. Jo'ja kabobini rosa maqtashgan edi. O'sha yerda tushlik qilamiz, nima deysan? Bo'ladimi? Xo'p, mayli. Tashqariga chiqib ketdi. Orqasidan kuzatdi. Xo'p bo'ladi. Ishonmayapti. Yana iskovchi ketimdan tushdi. Meni ahmoq deb o'ylayaptilar shekilli. Jin ursin. Alo, xo'jayin, ichkariga kirib o'g'lingizni eshikni bekitib oldi. Qayerga kirib oldi? Hojatxonaga. Hojatxonagami? Ha. Chiqishini kutib tur. Xo'p, mayli. Qizim, nima qilmoqchisiz? Uyga qaytsangiz yaxshi bo'lardi. Dada, meni kechiring. Yaxshi kelin bo'la olmadim. Oyim istagan kelin bo'la olmadim. Ming bora uzr. Lekin men bora olmayman. Kechiringlar meni. Qizim, bilaman, ko'p aziyat chekdingiz. Qiynaldingiz. Nima qilaylik? Fe'l ekanda sut bilan kirgan. Turmush mush deb bejizga aytishmagan. Nima bo'lganda ham oilani buzmaslik kerak. Mayli, alohida turinglar. Men qaynonangizni ko'ndiraman.
Bu yog'ini menga qo'yib bering. Nima dedingiz? Yo'q, ular rozi bo'lmaydilar. Keyin ularni norozi qilib biz qanday yashaymiz, dada? Murod akam yolg'iz o'g'il. Ularni o'rnida men ham rozi bo'lmasdim. Bolalarni o'ylasang-chi. O'zing ham axir yana. Ha, qizim. Yana farzand kutayotganingni men aytdim. Ular ham bilishsin. Buni qaytish uchun yana bir vaj desa ham bo'laveradi. Yo'q, baribir bormayman. Axir qizim, Qo'rqaman. Bu ham Sarvinozdek bo'lishini istamayman. Tushuning, uni sog'lom dunyoga keltirish uchun ham tinch yashashim kerak. Shukr. Hozir bola yaxshi o'syapti. Nafisa, tushunsang-chi. Agar qaytmasang, Ha? Onangiz sizni uylantirmoqchi, shundaymi? Bas. Uyga nega kelmadi? Nafisa ajrashmoqchi. Boshqa uni xafa qilma. Buni umr savdosi deydilar, bolam. Hayotingni baxtli o'tishi tanlagan jufti halolingga bog'liq. 306 ta do'ppi bor ekan. Bola yo'qolganligi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Nima? Nega yo'q bo'ladi? Bolani topib bering. Toychog'i. Toycha xotini bolasi. Aliya buvim toychog'im derdilar. Seni buving ham bormi? Biz endi begonamiz. O'rtada sizlarni bog'lab turadigan Ozodbek bor. Ko'zimga tik qara olmaydi. Balki chindan ham chet eliga borib yomon odamlarning qo'liga tushib qolgandir. Noma'qul ish qilishga majbur bo'lgandir.